Qarg'ish olib itga aylangan ayol qismati. Birinchi qism. Sana deb butun umrim, hayotim barbod bo'lyapti. Butun umrim shu kasal boqish bilan o'tyapti. Senga ovqat, yotuvga ovqat balo bormi? Bitta ish qilmasa qizlari kelmaydi. Faqat men boqishim kerak. Hala, qarab turgan o'lsa ula qolmaydi. Qari kampir, it kampir. Iflos. Bolam, ovqat olib keldingizmi? Voy tilim taligimga yopishib qoldi bolam. Namuncha itga o'xshab akilli o'rasiz yotgan joyingizda. Nima men? O'ynayapmanmi? Baqirganingiz baqirgan. Bugun sizga ovqat yo'q. Bugun sizga achchiqqina tomatga tuz qo'shib, suv qo'shib olib keldim. Shuni ichsiz, ichinglaringiz yurishadi. Yotgan joyingizda qotib qovurmaydi. Ovqat bera qoling bolam. Qiynamang meni. Mashqqa qo'yaman, turib olasiz. Tushundingizmi? Qoningiz aylanadi. It kampir. Hech bo'lmasa qo'limga berib ketsa bo'lardi. O'zi qo'lim qaltirasa. Madorim yo'q qornim ochligiga. Endi shu ovqatga yetib borishim kerak amallab. Voy qaysi gunohim uchun, ey Xudo. Voy nima bu? Voy zaharab kelganmisan yer yutkur.